Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun biz bitta akamizni xonadonlariga keldik. Ya'ni o'sha sun'iy intellekt programmalarini Polni komplekt o'zimiz o'rnatib berish uchun mana xalqqa olib kelganman. Va bu yoqda hozir biz internetsiz ishlaydigan sun'iy intellektni programmasini ustanovka qilib, Polni hammasi ichida bor, modellash, keyin o'sha avtomatik melodiya qilish, ovozni klonlash va minus qilish hammasi bor. Hozir qisqa qilib jarayonni ko'rsataman va natijasini ham birgalikda ko'ramiz. Xo'p, demak do'stlar, kompyuterimizni xarakteristikasini ko'rib chiqamiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Core i5 12-pokoleniya 16 GB operativka 64 razryadli Windows 10 ekan va bu yoqda video karta bor. Video kartamiz RTX 3060 ekan, ya'ni 8 GB video karta. Bu bizga to'g'ri keladi. Hammasi hozir xarakteristika bo'yicha hammasi to'g'ri keladi. Shunga hozir ustanovka qilib ko'ramiz ishlashini va tezligini, qancha vaqtda bo'lishini. Video karta обязательно bo'lishi shart. Demak do'stlar, ustanovka qilib bo'ldik. Kompyuterimizda internet yo'q, uzilgan. Internetsiz hozir ishlatib ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, internet yo'q. Bu yoqda ham mana internet yo'q. Programmamizga kiramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, programma ishlayapti. Hozir bu yoqda ovoz modellashtiramiz. Ovoz modellashtirib ishlab ham ko'ramiz. Buni video davomida ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin, vaqt ketdi. Mana shu vaqt nechida tugasa, o'sha minutda 3 minutli ovozimiz ham tayyor bo'lgan bo'ladi. Hozircha mana 10 sekundlik vaqt ketdi. Tugagan vaqtidan hisoblaymiz, necha minutda tugar ekan. Mana do'stlar, ko'rishimiz mumkin, 10 minutga bormadi, где-то 9 minutdami bo'ldi. Modelimiz juda tayyor. Buni bemalol olib ishlatsak bo'ladi. Endi bu yoqda qo'shiqdan ovoz bilan minusini ajratib olsak ham bo'ladi, reverblarini ajratib olsak ham bo'ladi va shu yoqning o'zida ovozimizni, o'sha modellashtirgan ovozimizni bemalol plyusovkadagi ovozga o'zgartirsak ham bo'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin, o'sha modelimiz chiqdi PTX formatda. Bu yoqda belgilar bemalol ovozni tashlab plyusovkadagini ishlasak bo'ladi. Hozir buni ham ishlab ko'ramiz. Demak do'stlar, ovozni ajratib oldik va joyladik. Plyusovkaning ovozini hozir bitta knopka orqali mana internetsiz bizga konvert qilib beradi. Ko'rishimiz mumkin, qanchada qilib berishini. Bu yoqda mana vaqt ketyapti. Ko'rishimiz mumkin, 1 minutga bormay yarim minutda tayyorladi. Eshitib ko'rishingiz ham mumkin, qanaqa sifatda chiqqanini. Hammasi mana shu programmaning ichida bo'ldi. Ovoz klonlash, modellashtirish, ya'ni plyusovkadan ovozni ajratib olish minus bilan, undan tashqari o'sha klonlagan ovozimizni ishlash, hammasi bitta programmaning ichida bo'ladi va internet kerak bo'lmaydi. Ya dilim ba tu pazman shuday, zor dilim man ba tu hoshit shuday. Ya dilim ba tu pazman shuday, zor dilim hujam chashrash ziyo. Ko'rishimiz mumkin, ishlayapti. Bu yoqda proba uchun 3 minutli ovoz qildik va 10 minut, 10 minutli har xil analizdagi ovoz bo'lsa, toza hamma qo'shiqqa bir xil tushadi. Bu yoqda hozir proba bo'lgani uchun 3 minutlik qildik. Основной
tanalistlar ko'piga tushmaydi. Ну, shunda ham mana shunaqa sifatda kачествоda qilib beryapti. Eshitib ko'rishimiz mumkin, ajratib olgan ovozimiz mana bunaqa sifatda chiqdi. شدای زار دلم مجرم چشمش سیاه خوش روی گلم بیا شیرین خنده دارد یارش شبم بیا Reverbni ajratib olgan, bu yoqda reverbni o'zini alohida ham qilib beradi. Mana shunaqasiga shunaqa tarzda ishlasak bo'ladi. Ko'p vaqt ketmaydi. Kompyuterning xarakteristikasiga ham bog'liq. Qancha kompyuter kuchli bo'lsa, shuncha tez qilib beraveradi. Va internet ko'pchilik so'ragani uchun internet kerak emas bunga. Mana internetsiz ham ishlasa bo'ladi. Hammasini bitta programmaning ichida. Mana do'stlar, videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Kamchiliklar rosa ko'p bo'ldi. Hammadan uzr so'rayman, chunki bu videomiz planda yo'q edi. Men buni yo'l-yo'lakay ko'rsatish uchun oldim. Qo'ldan kelgancha harakat qildim ko'rsatishga. Agar kimgadir bu videomizdagi programmalar va video kurslar, misol video darsliklari kerak bo'ladigan bo'lsa, menda alohida pulli kanalim bor Telegramda. O'sha kanaldan kirib sizlar ham qo'shilib bemalol o'sha programmalarni olib ishlatib va videolarni ko'rib o'rgansanglar bo'ladi. Buning uchun batafsil ma'lumotni pastda nomer qoldiraman. Menga shaxsan o'zimga Telegramdan yozib, bog'lanib, qo'shilib o'rganib programmalarni olsanglar bo'ladi. Bu yangi kanalimizda albatta. Buning ichida bitta bu emas, bundan tashqari rosa ko'p studiyaga oid sun'iy intellekt bilan ishlash, mana shunaqa oson yo'llari va noldan qo'shiq tayyorlash, misol umrida qo'shiq yozmagan odamlar, qiziquvchanlar, qo'shiq aytishga qiziqadigan, studiyaga qiziqadiganlar ham hammasi bemalol o'sha videolardan o'rganib, o'zlari mustaqil mana shunaqa natija qila oladi. Buning uchun o'sha hozir aytganimdek Telegramdan menga bog'lanasizlar va o'sha yoqdan batafsil ma'lumotni olib kanalga qo'shilishinglar mumkin. Bundan keyin chiroyli videolar qilishga harakat qilaman. Kanaldan uzoqlashmanglar. Hammaga xayr, kuninglar xayrli o'tsin.